Xush kelibsiz. Xo'p, bugun biz yana bitta kanalimiz keldi. Qaranglar. Birinchi navbatda hozir mana to'lov tizimini chek qilib qo'yibdilar. Bu bizda chek ishlamaydi. Udaltpashima shuning uchun. Kanallari do'stlar hozir dalniy moment qaranglar mana. Pul ishlash tizimi o'chib qolgan. Hozir men pul ishlash tizimini yoqib beraman. Xo'p, pin kod kiritamiz bu yoqqa. Hozir qaysi kanal edi bu? Hozir bizga 5-6 ta pin kodlar kelgan bugun. Xo'p, Baxtiyor ekan kanallari ekan. Hozir kanallarni hal qilib beramiz. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, agar pin kod kelmasa, kanal pul ishlash tizimi o'chib qoladi. Mana 10-dekabrda jo'natganman, bugun 25. 15 kunda kelyapti pin kod. 64 91 44. Mana bo'ldi, все, xudo xolasa endi kanallar ertadan bemalol yana pul ishlash tizimiga ulanadi, nasib bo'lsa. Ertadan emas, bugun hal qilib bersam ham bo'ladi. Lekin bir kun kutib turganimiz yaxshiroq, chunki mayda dani bosib ish ko'proqdi. Ertaga xudo xolasa o'sha avtomatik kanal pul ishlash tizimiga ulanadi, bemalol pul ishlasalar bo'ladi. Xo'p, yordam kerak bo'lsa do'stlar 99lik 791 32 32 aloqaga chiqaverasizlar. Avtorskiy prava bo'lsa ham farqi yo'q, pul ishlashga olib beraveramiz, shunaqa. 791 32 32 do'stlar, faqat Telegram orqali aloqaga chiqamiz yoki SMS, telefon qilmanglar, tushib bo'lmaydi do'stlar. Salomat bo'linglar.